Albatta bizni oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va undan kibr qilganlar. Ular uchun osmon eshiklari ochilmaydi va ular jannatga hargiz kirmaydilar, hattoki tuya ignani teshigidan o'tmagungacha. Biz jinoyatchilarni mana shunday jazolaymiz, deydi Alloh taolo. Demak, Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarib kofir bo'lgan kimsalarni Alloh taolo tuya ignani teshigidan o'tmagungacha jannatga kirgizmayman deyapti. Nimaga bu kofirlar haqidagi oyat bilan boshladim, bilasizlarmi? Allohga shukrki, o'shalardan qilmaganligiga. O'zimizni iymonimizni qadrini bildirish uchun ana shu oyat bilan boshladim. Ana endi kofirlarning sifatlari Baqara surasining avvalgi oyatlarida keladiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim ghishawa. Va lahum azabun azim. Sadaqallohul azim. Albatta kofirlar deydi Alloh, ularni xoh qo'rqiting oxiratdan. Xoh qo'rqitmang, farqi yo'q. Ular iymon keltirmaydilar. Siz gapingizga quloq solmaydilar. Chunki Alloh ularni qalblarini muhrlab qo'ygan, quloqlarini muhrlab qo'ygan, ko'zlariga parda tortib qo'ygan va ular uchun juda ham ulug' buyuk azob bor deydi. Kofirlarga gapirsiz gap o'qimaydi, lekin mu'minlarga gapirsiz gap o'qadi. Gapni gapir uqqanga, jonni joniga suqqanga. Mu'min bandalarga nasihat qilsangiz, mu'minlar nasihat oladi. Chunki iymoni bor-da. Allohning rahmatidan umidi bo'lganligi uchun nasihat oladi. Ayniqsa Allohning oyati, Rasulullohning hadislari bo'lsa, mu'min kishi uni qalbiga joy qilib, xulosa qilib, amalini qiladi buni. Bu mu'minning sifati mana shu. Alhamdulillah, mana bu yerda qancha nasihat qilsak bo'laveradigan joyda o'tiribmiz. Hamma mu'min musulmonning farzandi, mu'min musulmonlar jam bo'ldik. Alloh iymonimizni salomat qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu hayotga keltirar ekan, bizni yaratgan ekan. Bu hayoti dunyo faqat xursandchilik va o'yin kulgidan iborat emas, balki insonning hayoti mashaqqatlarga to'la bo'ladi. Mana Balad surasida Alloh taolo aytdiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Batahqiq biz insonni mashaqqatda yaratdik deydi. Alloh o'zi qiynalib yaratgani yo'q. Bizi yaralashimiz o'zi qiyinchilik. Onamiz homilador bo'lib 9 oy qiynalib olib yuradi. Qiyinchilik. Qiynalib tug'adi, dunyoga keltiradi. Katta qilish undan ham mashaqqat. Bola yig'laydi, kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi, uni kiyintirish kerak, yedirish kerak. U katta bo'lgungacha qancha mashaqqat. Voyaga yetgungacha ota-onani bag'ri ezilib ketadi. Ana endi inson o'zi katta bo'lib, balog'atga yetgandan keyin yana mashaqqatlar davom etadi. Kimdir ish yurmaydi, kimdir qarzga kirib qoladi. Endi ish yuradigan kasal bo'lib qoladi. Boringki mashaqqat. Mashaqqatdan bu dunyoda banda hech qachon qutula olmaydi. Chunki Alloh oyat karimada bayon qilib qo'ydi-da. Ana endi bu mashaqqatlar Allohga duo qilsangiz yechiladigan mashaqqatlar. Qarz bo'lsangiz, kasal bo'lsangiz, ishingiz yurmasa, uylana olmayotgan bo'lsangiz, Xudodan so'rasangiz yaxshi xotin beradi, uylanasiz, bular yechilib ketaveradi. Lekin mashaqqatlarda eng kattasi nima bilasizlarmi? Inson vujudini nimaga yaralganligini bilmasligi eng katta bu mushkila bu. Eng katta ishkal mana shu bo'ladi. Insonning eng katta mushkulasi o'zini nimaga yaralganligini bilmasligi. Alloh taolo aytadiki: "Ya ibadi, inni khalaqtukum li'ibadati." Ey bandalarim, men sizlarni ibodatim uchun yaratdim deyapti Alloh. Bizlarni o'ziga ibodat qildirish uchun yaratdi. Bizga aql berdi, idrok berdi. Aqlimiz bor. Masalan, bu yerni nabotatlar uchun yaratdi Alloh taolo. Nabotatlar o'sib chiqadi. Bu hashaklar, yemlar, hayvonlar uchun. Hayvonlar esa inson uchun xizmat qiladi. Insonchi kim uchun? Biz Alloh uchunmiz. Biz Alloh uchun yaratilganmiz. Chunki biz hayvondan juda ham katta farqimiz bor. Hayvonda xuddi bizga o'xshagan yeb ichish bor, uylanish bor. Ularda ham bir narsa tegsa og'riq his qilish bor, ko'zi bor, qulog'i bor, hamma yo'q bor.
Ularda ham oyoq qo'li bor. Faqat ularda bizga berilgan eng katta narsa bu aql degan narsa yo'qda. Demak, Allohga ibodat qilmaydigan odam o'sha hayvonlar holatiga tushib qoladi. Ibodat nima degani o'zi? Ibodat Allohga qullik. Biz Allohning qulimiz. Siz namoz o'qiyapsiz. Demak, Allohga ibodat qilyapsiz. Rukuda turibsiz, sajdada turibsiz, ibodatda turibsiz. Siz halol kasb qilyapsiz, bola chaqani boqish zimmamda deb. Erkaksizda. Siz ibodatda turibsiz. Ota-onangizni xizmatida turibsiz, ibodatdasiz. Bir mo'minga yaxshilik qilyapsiz, ibodatda turibsiz. Qur'onni ochib o'qiyapsiz, ibodatdasiz. Johil, nodon bo'lib qolmay, ahmoq bo'lib qolmay deb kitob o'qiyapsiz. Kitob o'qiyapsiz, ibodatda turibsiz. Hammasi ibodat bular. Demak, biz nima uchun yaraldik esa, faqat Alloh ko'rsatgan tariqada yashash uchun. U o'zimiz xohlaganini qilib yashab ketaverish u hayvonga o'xshab qoladi. Balki hayvondan ham past darajaga tushib ketadi inson. Shunday ekan biz o'zimiz nima uchun yaralganimizni his qilmaslik bu bandani eng katta mushkulasi bo'ladi. His qilaylik buni. Alloh taolo bizga mehribon. Alloh taolo shunaqa mehribonki, mana Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhu ni rivoyat qilgan hadislarida Rasululloh alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlarki, Alloh tabaraka va taolo aytadiki: "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, fa ana aghfiru dhunuba fala ubali." Ey bandalarim, sizlar kechasi-yu kunduzi gunoh qilasizlar. Men gunohlarni kechiraman. Menga farqi yo'q deydi Alloh taolo. Qanaqa gunoh bo'lishidan? Gunoh qilasizlar, men qanaqa gunoh bo'lsa ham kechiraman. Fastaghfiruni aghfir lakum. Bas menga istig'for aytinglar, men sizlarni mag'firat qilaman deydi Alloh. Qarang, Parvardigorning mehribonligi qancha. Qanaqa gunoh bo'lishi bilan ishim yo'q. Sizlar istig'for aytinglar, men mag'firat qilaman. Biz haqiqatda kecha-yu kunduz gunoh qilamiz. Men gunoh qilmayman degan odamda o'zi yo'q. Masalan, yolg'onchilik. Yolg'on gap har kuni sodir bo'lyapti. Va'daga xilof yo bo'lmayaptimi? 10 minutda boraman deymiz, 1 soatda kelamiz. Bu ham va'daga xilof. Va'daga xilof. Bu va'da odamni ancha pachag'ini chiqarib qo'yadi-da. Siz va'da berdingiz, u kutib turibdi. Va'dani mo'minda eng katta sifatlardan bu va'daga vafo. Rost gapirishi, omonatdorlik, mana shu eng katta sifatlar bo'lsa, va'da haqida gapirsak, va'da bir podshoh saroyga kirib ketishda, yoshi keksa qari askarni sovqatib turganini ko'ribdi qishda. Kirib ketayotib, qari odam sovqatib qopti deb, boshqa issiqroq kiyim yo'qmi debdi. Sovqatganim yo'q, yaxshi turibman debdi qari odam. Endi podshohda u. Men hozir saroydan sizga bir issiqroq kiyim chiqarib yuboraman debdi-da, kirib ketibdi. Kirib ketib, endi podshoh har xil ishlari bor. Kirib ketib, esidan chiqib ketibdi. Ertalab turib, tongda esiga tushib ketibdi haligi askar. Shunga bir kiyim chiqaraman dedim deb, xizmatchilar chaqirib, saroyda eshigining tagida bir qari askar turuvdi, yupun kiyingan. Shunga issiqroq kiyim beringlar debdi. Chiqsa haligi qari askar yerda yiqilib yotgan ekan. Qarasa o'lib qopti. Qo'lida bir maktub, qo'lini ochib qarasa qaltirab yozilgan maktubga ko'zlari tushibdi. Unda yozilgan ekan: "Ey podshoh, sen shu va'da berganinggacha men mana shu yupunga chidab, sabr qilib yurdim. Sen va'da qilganingdan keyin men o'shandan umid qilib qolib, sovuqdan o'lyapman" deb yozgan ekan. Ko'ryapsizmi, va'da odamni nima qilib qo'yadi? 10 minutda kelaman dedingiz, o'tiribdi. Bitta ish qilaysiz, 10 minutda kelasiz degan. Kelmadingiz. Hozir kelib qolar deyapsiz. 1 soat ichida hech nima qilinmadi. Odamni qancha xarob qilib qo'yadi-da bu. Asabi ham ancha ketadi. Shuning uchun musulmon odam va'da berdimi vafo qilsin. Gapirsa rost gapirsin, yolg'on gapirmasin. Payg'ambar alayhisalom ummatim bas dedilar. Omonat. Birodarlar, bu omonat deganda biz faqat birov bir narsani bersa shuni omonat deb tushunamiz. Omonat to'lib yotibdi bizda. Bizi mana shu tanamiz o'zi omonat.
Tanamizdagi ruh omonat. Bu ruhni Alloh berdi, bir pasda ketib qoladi bizdan. Chiqib ketadi. Mana qancha tug'ilgan chaqaloqni ruh chiqib ketyapti. Tirik tug'ilgan. Hali dunyoni ko'rgan yo'q. Joni chiqib ketdi, nechta janozasini o'qidik. Qancha yoshlarda ruh chiqib ketdi. Bu omonat-da bu. Bizga berilgan aql omonat. Bu aqlni biz ishlatyapmizmi yo'qmi? Nimaga ishlatyapmiz? Aqlimizni nimaga to'ldiryapmiz? Ha deb telefon ko'raversangiz, telefonda bir o'yinni o'ynaversangiz, miyangizga shu joylashadi. Boshqa narsa hayolingizga, aqlingiz boshqa narsaga yetmay qoladi. Mayli telefondan foydalaning. Telefon zo'r narsa. Telefonda qancha yaxshiliklarni topyapsiz. Lekin telefonni yaxshilikka ishlating. Aqlni yaxshi narsaga qarating. Kitob o'qimay qo'ydik. Shayx hazratlari mana hamma havas qiladi. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Shu kishi bir yilda 400 ta kitob o'qigan ekanlar. 365 kun bor bir yilda. Akalari Muhammad Amin hoji aka aytadilar, bir yil shunaqangi bir qattiq kitobga berilgan ekanlar, 400 ta kitob tugatgan ekanlar. Bir kunda bittadan oshiq kitobda. Biz-chi bir yilda bittani o'qiy olmayapmiz-da. Qanaqa aqlli zot edilar? Aqlni to'g'ri yo'naltirgan zot edilar. Demak, bu aqllarni yaxshi joyga, to'g'rilikka ishlataylik. Biz bilan gaplashgan odam maza qiladi, agar aqlimiz zo'r bo'lsa. Agar faqat aqlimiz o'sha telefon, o'yin, bemaza gaplarga ishlayveradigan bo'lsa, biz bilan ozgina gaplashgan odam zerikadi, agar fikrli odam bo'lsa. Johil bo'lib qolmaylik-da. Johil odam bilan gaplashsangiz, Pahlavon Mahmudning bitta ajoyib gaplari bor, baytlari, misralari. Hozir qabrlariga o'sha tepasiga shu nimani yozib qo'ygan misrani. Shu kishi aytganlarki, Seyh Saad ko'hkof ro bahor sudan, nutohi falak ro bahuni dilandudan. Sad so asir zindon budan, behdazda girdani hamdari nodon budan. Aytadilarki, 300 ta Qof tog'ini kelichaga olib tuysam. Kelichani ko'pchilik bilmaydi, bir temirdan bo'lgan, qattiq temir, misdan bo'ladi, boshqadan bo'ladi. Shunga tolqon qilib tuyadi bir narsalarni. Shuni kelicha deydi. 300 ta Qof tog'i, Qof degan tog' bor Arabistonda, katta tog'. Shuni 300 tasini kelichadan o'tkazsam. 7 qavat osmonni bag'rimni qoni bilan bo'yasam. 100 yil zindonda o'tirsam, mana shu bir nodon bilan ham suhbat bo'lishdan osonroq dedilar. Nodon odamni suhbati mana shunaqa qiyin bo'lib ketar ekanda. Shuning uchun Xo'jajon Qozdomli ham ajoyib gap aytganlar. Nojins suhbatidan tezroq turib qochaylik, do'zax aro chinonchi ma'vo qilib bo'lurmi? Nojins odamni suhbatdan tezroq qochaylik. O'tni ustida o'tirib bo'ladimi? O'tni ustida o'tirgan bilan barobar ekan. Siz Alloh desangiz, u bir fohisha haqida gapiradi. Bir gunoh haqida gapiradi. Gunoh qilganini lazzatini gapiradi. Unaqa bilan o'tirganingizda odam undan do'zaxda o'tni ustida o'tirish osonroq deyaptilar-da. Nojins bo'lib qolmaylik biz. Haqiqiy bir musulmon bo'laylikki, mana shu Alloh bergan aqllar bilan yaxshiliklarda, yaxshi gaplarda, yaxshi ilmlarda olaylik. Ilm bilan to'ldiraylik. Yaxshi ilmlar bilan to'ldiraylik bu aqlni. Alloh bergan qalbimiz omonat. Qalbni nimaga berdi Xudo? O'zini va Rasulini muhabbati bilan to'ldirishimiz uchun. Bizi qalbimiz nimaga muhabbat qilyapmiz? Nimani yaxshi ko'ryapmiz? O'zimizga savol beraylik. Yuravermaylik bu dunyoda. Tezda o'tib ketadi bu kun. Bu yillar o'tib ketadi. Men yaqinda sizlarga o'xshagan yigit edim, 50 ga kiribman. Qancha o'tganini bilmayman hozir. Qanaqa qilib o'tib ketganini bilmayman. Bir nafasga ham to'g'ri kelmaydi. Yaqindagina sizlarning yoshlaringda yigit edim. Bag'i ham qancha qoldi bilmayman. Tezda o'tib ketadi. 1000 yil yashagan payg'ambar Odam alayhisalom ham o'tdilar. 2,5 yil 1000 yil yashagan Nuh alayhisalom ham o'tdilar. Qancha podsholar o'tdi. Dunyoni men egallayman degan podsholar o'tdi. Qoldimi birortasi? Qolmadi. Demak, bu qalbni Alloh va uning rasulining muhabbatiga to'ldiraylik. Biz Alloh va uning rasuliga muhabbat qilsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh bizni yaxshi ko'rib qolsa-chi? Alloh bizni yaxshi ko'rsa-chi? Biz hech qachon xor bo'lmaymiz. Biz hech qachon insoniylikdan chiqib qolmaymiz. Hayvonga o'xshab qolmaymiz. Alloh yaxshi ko'rgan banda. Alloh yaxshi ko'rsin-a? Agar sizni hozir
Bir viloyatni kattaroq odamni yaxshi ko'rib qoldi. Hokimmidi, boshqamidi? Ha, siz yaxshi ko'rgan odamisiz. Ishi yuradimi? Podshoh yaxshi ko'rsa-chi agar. Bu podshohimizni yaxshi ko'rgan odami bu. Podshoh bitta ishi uchun yaxshi ko'rib qolgan buni. Zo'r ish qilib qo'ygan, vatanga muhsani qo'shib qo'ygani uchun podshoh yaxshi ko'rib qoldi. Hamma siz atrofingizda girdi kapalay. Hamma ishingiz yurgan. Qayerga borsangiz to'g'rilab berishyapti. Ishi yuryapti. Endi podshohni, butun olamlarni Robbi sizni yaxshi ko'rsa-chi, siz inshaalloh ikki dunyoda aziz bo'lasiz, nafaqat bu dunyoda. Shunday ekan, Alloh va uning rasulini muhabbati bilan qalblarimizni to'ldiraylik. Allohni qancha yaxshi ko'ramiz? Rasulullohni qancha yaxshi ko'ramiz? Payg'ambarimiz alayhisalomni qanchalik yaxshi ko'ramiz? Rasululloh alayhisalomni eslaganda ko'zimizga yosh keldimi? Payg'ambarimiz alayhisalomni eslab, masalan, bir gunoh qilayotgan paytda hozir shatda Rasululloh kelib qolsalar, men qanaqa ahvolga tushaman? Shu gunohim Rasululloh alayhisalomni qiyomatda butun insoniyatning oldida shu qilayotgan ishim oshkor qilinsa Rasulullohga qanday qarayman? Sahoba-i ikromlar payg'ambarimiz alayhisalomga qanday muhabbat qilishdi? Rasulullohdan keyin ham muhabbatlari to'xtagan yo'q ularda. Mana Muaviya roziyallohu anhu ning davrlarida bir Kobis ibn Robiya degan yigit bor ekan. Kobis ibn Robiya Rasululloh alayhisalomga juda o'xshar ekan, qarang. Ko'rinishi juda ham o'xshar ekan. Amr ibn Abdulloh Basrani valisi, o'sha Basrada ekan u, Kobis ibn Robiya. Muaviya roziyallohu anhu Shomdalar, xalifa. Maktub yozibdi. Bir yigit Rasulullohga o'xshaydi deb hamma unga termilib shunaqa bo'lyapti. Shunga nima qilishga hayron bo'lib qoldim. Bir pasdan keyin Muaviya roziyallohu anhu menga jo'natib yubordilar. Kobis ibn Robiyada u kishi tezda jo'natib yubordilar Shomga. Shom sharif ancha uzoq joy. U 10 kundan oshib yuradi. Kelgandan keyin Muaviya roziyallohu anhu o'zlarining mulklarini taxtida o'tiruvdilar. Taxtni bilasiz, podshoh o'tiradigan taxt. Kobis ibn Robiya kirib kelishi bilan u kishi Muaviya roziyallohu anhu Rasulullohni ko'rganlarda, taxtlardan sakrab tushdilarda, borib Kobis ibn Robiyni kutib olib, uni peshonasidan ikkita qoshini o'rtasidan o'pdilar. Ko'zlariga yosh keldi. Uni yetalab olib borib taxtga yonlariga o'tkazdilar. U o'zi hech kim emas, bitta oddiy odam, faqat Rasulullohga o'xshaganligi uchun butun boshli xalifa uni o'zlarining taxtlariga o'tkazdilar. Rasulullohga bo'lgan muhabbatda Anas ibn Malik roziyallohu anhu ana shu Kobis ibn Robiyni ko'rsalar, go'yoki seni ko'rsam Rasulullohni ko'rib turgandayman deb yig'lardilar. Payg'ambarimiz alayhisalomni ko'rishganida bu sahobalar. Bitta o'xshashligi uchun shunchalik. Siz biz ham payg'ambarimiz alayhisalomni mana o'rganyapmiz, sunnatlarini eshityapmiz. Rasulullohga yaxshi muhabbat qilgan odam shafoatlardan nasibador bo'lishini bilamiz. Xo'p, Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deb hamma ham aytaveradi. Hamma aytaveradi. Tilda aytaveradi, lekin haqiqatda yaxshi ko'rish boshqa u. Rasulullohni haqiqatda yaxshi ko'rgan odam Rasululloh alayhisalomning sunnatlarini qiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom nima qanaqa hayot kechirganlar? Nimalar qilganlar? Shuni qilishga harakat qiladi. Masalan, birodaringizni yaxshi ko'rasiz, do'stingiz bor. Shu do'stingizni yaxshi ko'rsangiz, shuni xursand qilish uchun u yaxshi ko'radigan ishni qilishga harakat qilasiz. Uni yomon ko'radigan ishni qilaversangiz, u do'stlik qolmaydi u. O'rta uziladi, to'r yo'qol deydi. Jonga tegding deydi. Rasulullohni yaxshi ko'raman desa-yu, butun teskari ishni qilsa, bu muhabbat emas-da bu. Payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatlari bor ekan, bizga azob kelmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytayaptiki: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim." Siz ularning ichida ekansiz, Alloh ularni azoblamaydi, deyapti. Rasululloh alayhisalom o'tib ketdilar. Allohning azobi nimaga kelmayapti? Rasulullohning sunnatlarini bajarayotganlar borligi uchun. Agar ko'tarilsa sunnat, umuman qolmasa, Allohning azobi ommatan keladi.
Shunday ekan payg'ambarimiz alayhisalomni Allohni yaxshi ko'rar ekanmiz, ular yaxshi ko'radigan ishni qilaylik. Bu biz aqllik, Alloh bizlarga eng ulug' ne'mat, iymon ne'matini bergan baxtli bandalar basmizmi? Yana bandani katta mushkulasi mana shu a'zolari, tanasi nima uchun berilganini unutib qo'yishligi. Bu tana bilan Allohga ibodat, toat qilish uchun berildi bu tanalarimiz. Chiroyli, go'zal jussalarimiz Allohga toat qilish uchun berildi. U gunohga borish uchun, birovga zulm qilish uchun, fahsh ish qilish uchun emas, balki yaxshilik qilish uchun berildi bular. Yana insonning katta mushkulasi u jannat uchun, kengligi osmon va yercha bo'lgan jannat uchun yaralganini unutib qo'yishligi. Jannat uchun yaralganimizni unutib qo'ydik. Jannatga qanchalik amal qilyapmiz? Bitta dunyodagi masalan arzimas yashab o'tib ketamiz. Bir nafas o'tib ketadigan bu dunyoda uy qurish uchun qancha harakat qilyapmiz? Joylik bo'lish uchun. Endi bu yerda ota-onasi qilib berganlar ham ko'p, lekin joy qilayotganingizda bilasizda. Shuni qilish uchun ertanman tursiz ham shuni o'ylaysiz, yotib ham shuni o'ylaysiz, qachon bitar ekan, ustalarni qachon kelar ekan, ustani pulini qana berar ekanman, mana shu bilan tashvish, g'am shu bilan o'tadi. Vaholanki qolib ketadigan narsaga. U abadiy bo'lgan, uni oxiri yo'q bo'lgan jannat uchun yaralganimizni unutib qo'yapsiz-da. Unga qancha harakatimiz bor? Shuni qo'lga kiritish uchun. Demak, bizi mana bu dunyodagi biz mushkula deb bilgan narsalar mushkula emas. Biz unutib qo'yayotgan narsalar mushkula bizga. Ana shu narsalarni unutmasdan, shularni to'g'ri xulosa qilib, amalini, harakatini qilsak, inshaalloh bu dunyoyimiz ham zo'r o'taveradi. Bu dunyoni kechib oling degan gap yo'q. Faqat yashashni to'g'ri yo'lda tanlab, Alloh va uning rasuli rozi bo'ladigan yo'lda mahkam ushlab olsak, bu dunyo bizga xizmat qiladi. Dunyo o'zi bizga xizmat qilish uchun yaralgan bu dunyo. Xizmatimizni qilaveradi va inshaalloh abadiy saodat jannatni qo'lga kiritamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda jam bo'lgan hammalarimizni ikki dunyoda aziz qilsin. Bu dunyoda ham yaxshi bir chiroyli, go'zal hayot kechirib, bizni zurriyotlarimizdan yaxshi mana shayximizni zikr qildik, Alloh rahmat qilsin. Shu zotlarga o'xshagan chiqsin bizdan ham. Buning uchun ozgina harakatda halol yedirib, masalan, ayolimizga, farzandlarimizga ham yoshligidan chiroyli tarbiya berib, Alloh va rasulini tanitib, bu hali yosh demaylik, o'sha ikki tili chiqishi bilan boshlash kerak. Allohning kimligi, Rasulullohning kimliklari, kim bu, musulmon kim, mo'min kim, sekin-sekin tanitib, iymonni singdirib qo'ysak, o'zi ilmga sho'ng'ib ketadi u. Ilmni majburlab bera olmaysiz bolangizga. Ilmni majburlab olmaysiz. Siz uni iymon suv bilan, bulog'i bilan sug'arib qo'ying. U o'zi ilmga sho'ng'ib ketadi, inshaalloh shu hazratga o'xshagan zurriyotlar bizdan chiqadi inshaalloh. Alloh taolo hammamizga shunaqangi bir yaxshiliklardan nasib qilsin. Endi Muhammad Bilol bir tilovat qilib bersalar, kutilayotgan duolarni qilsak, asran bo'lib qoladilar, hali nikoh ham o'qiladi inshaalloh.